Qapaqning shifoliq roli. Qapaq rayonimizning har qaysi joylarida, bo'libmi Xotan qo'millarda bak o'xshaydi. Tabiati hil sovuq bo'lib, yilda muvofiq iste'mol qilsa suylikni ravonlashtirib, to'solg'ularni echish, badanga ho'llik yetkazish, issiqdan bo'lgan ta'bni pasaytirish rolini o'ynaydi. Hamda oshqozon, uchay va qondagi zaharni yondirib, har xil yomon kasalliklarning unumlik oldini oladi. Qapaqni ham vaqtida ushoq to'g'rab, yog'liq go'sht bilan mont tugib yesa, badandagi zaharni qaytirib, har xil kasalliklarning oldini olish rolini o'ynaydi. Qapaqni siqib suyini chiqarib, muvofiq miqdorda tuz qo'shib ichsa, jigar yallig'i va to'lg'oqqa shifo bo'ladi. Qapaq postini qaynatib suyini och qursoq ichsa, ilmak qurt va qilqurt madallarini o'ltirib tushiradi. Qapaqni talqonlab maqatga sursa yoki besib bersa, bo'sirda kelgan qonni to'xtatib, yalliq qaytirish rolini o'ynaydi. Qapaqni badam yig'i bilan pishirib yesa, ming'i va badanga ho'llik yetkazib, yo'talga shifo bo'ladi. Qapaqni chuji go'shi bilan pishirib yesa va sho'rpisini ichsa, qizitma qaytirib sakta kasaliga shifo bo'ladi. Pishqan qapaqni tanlab muvofiq yesa, usuzlikni besib ichki surishga shifo bo'ladi. Xam qapaqni siqib suyini chiqarib 150 gramdan 300 gramgacha suyiga muvofiq miqdorda hasal to'g'ri qo'shib ichsa, cho'ng taratni ravonlashtirib qavziyatning oldini oladi. Qapaqni qo'y go'shi bilan pishirib yesa, badandagi zaharni tozalab, sabra mijoz kishilarni xushxuy qiladi. Qapaqni butun petti xamirning orasiga elib, qo'qasga ko'mib pishirib, sovutib, suyini siqib, 200 gram suyiga 30 gram shakar qo'shib ichsa, oshqozon, jigar, yurak haroratini tangshab, issiq kasalliklarga shifo bo'ladi.